Altınkeş, Abduri, Halid Esrail, Roman, Asım 5, 16. bab. Olacak özüm yalğız kelip, ilgir özüm yatkan öyge orlaştım. Kelgen günüm qoruğunun işigidin kiripla çöldarip kalgan oylığa, yazlık aşxanağa, konurap olduruşup ketkende körüngen öylerge közümni toldurup qarap ketken edim. Hatalarim uyum bilan mehmahını taslap tayyor qilib qo'yibdi. Uylardan uzoq odam turmagan uylarda bo'ladigan chang to'zon aralash dimiq bir havo dimiqiga urilatdi. Darhol darslarni cho'ng ichib etdim. Yotoq uyimning darisidan o'yladiki bir necha tub olma ko'rinib turardi. Olmaning tubiga dasturxon yepilgan yumloq ustal bilan bir jup o'rinda qo'yilibdi. Balkim ishik tarafdagi ikki yig'izliq uyda ijaraga o'ltirib atgan yosh er ayolning ishi bo'lishi mumkin. Ilgari opam u yerga sirlari tushib ketgan ko'ngli yaxshi karvatni qo'yib oladi. Karvatdagi tuki qolmagan tabarruk gilamning ustiga bir ko'rpa bilan yostiq tashlaqliq turadi. Doim bel og'riqidan qiynalgan opam tushdan keyin shu karvatda optab sinib yotadi yoki ko'zlarini qisqinicha o'ltirib yangi ish qiladi. Opamning amroq mushugimi oppoq qursaqlarni osmon qartib, uning yanida o'zini tashlab yotadi. U chog'larda u uylarda to'lib turadi. Uylardan opamning ovozi, singib pishgan non bilan atgan choyning, opam atgan mazali tomoqlarning, har xil pishroqning hidi kelib turadi. Kuzda bizning uy emas, butkul mahalla olma puruqiga to'lib ketadi. Opam mush qo'roning uylarning jini edi. Opam bo'lg'ashqila, opam surtib, tozalab, oqartib turg'ashqila, uylar parqirab, hayotiy kuchga to'lib turadi. Opam bu uylarga butkul mehrini beg'ishlagan edi. Shun bu uylardan opamning mehri to'kilib turadi. Shuni hayron qolaman. Opam ketgan oqshimi, opam yotgan uyning darisi ayniki jaroqlab tushib ketgan. Atsi o'yladimining bir burjiga o'rilib tushgan. Bu bir tasodifiylikmi yoki inson o'z mehr muhabbati bilan atrofidagi jonsiz jismlarga hissiyot baxsh etishga qodirmidi? Yoki bularning hammasi opamdan ayrilish tufayli menda paydo bo'lgan xiyoliy tuyg'umidi? Apa, apa, tug'ilgan yurtingni, qadam joyingni tashlab nalarda yuradigansan? Mushu yerlarni qandoqmi unutiy olgansan? Butkul mahalla seni azizlaydi. To'y to'kun nasrlarda to'rning beshi san qoldiriladi. Har qanday ishni sendan maslahatsiz qilmaydi. Bu mahallang, bu uylaring cho'ldirab qoldi-ku apa. Yurtimga qaytgan dastlabki bir mezgilni o'tmish aslimalari sig'inish ichida yolg'iz o'tkazdim. Keyin opamning aytib berishicha 1969 yilning yoz oylarida u har kuni degidek qo'lchini, qo'ruvni, hadalarimni va meni tushyapti. Bir qidim tushida mening Ili daryosida goh cho'kib, goh laylab eqib ketayotganligimni, o'zining balam deb daryo bo'ylab yugurib, meni qutqizolmay zar yig'lab ketganligini tushungan ekan. U shu gaplarni qilib etib, balam beshingga kelgan u kunlarni ko'nglim to'ygan, ko'zimni yumsam yomon tush ko'rib qilishimdan ansirab kechalarni uyqusiz o'tkazgan. Oxiri bir qitim tushimda sening yozliq oshxonada o'ltirib dadangning bilay teshi bilan men ishlatadigan osh pichqini bilayotganligini ko'rib ko'nglim tinigan degan edi. Adlarim mendan ansirab qilishdi. Uyda o'zing yolg'iz turguncha biznikiga keldi ishdi. Men tug'ilib mushu yoshga kirguncha birdan bir o'g'il qiyrindishi sifatida ular hech narsa qilib berolmagan bo'lsammi, ular yandalar meni cho'ng ko'radi. Mendan o'zlarim tushungan umidlarni kutadi. Xuddi opamga o'xshash ular meni o'zlarining ruhiy jihatdagi tayanchisi deb qaraydi. Hadlarimning ichida 3-odamning oila sharoiti hammadan yaxshi edi. Ular ozodi bog'liq quruqda o'ltiradi. Yo'lishimi 100 obro'li kishi edi. U meni birar yilgacha tonish bilishlar orqali idora zavodlarga vaqtliq ishchi qilib o'rlashtirib qo'yib yurdi.
Çataq yeri vaqtliq işçi deganni lazım bo'lganni ishiltib, lazımı qalmaganda chiroyingizga qaramay yo'lga selib qo'yishatdi. Texi bu ishni tepish uchunmi uning buningga yelinishga to'g'ri keladi. Oxiri yilni berishdan xo'rliq his qilib qurilish ishlamoqchi bo'ldim. Men istab borgan Hanzo ish boshlig'i menga boshdan oxir bir qarab etib, qatash ko'nglimning qalti yeng'idan chiqib turgan uruq bilaklarimni tutib ko'rib, bu qo'l qandaqmi amgak qiladigan odamning qo'li bo'lsin, bu degan bir ziyolining qalam tutishga yaraydigan qo'li shundoq emasmi? deb kuldi va mendan sen bizga nemish qilib beralaysan dedi. Nemish bo'lsa qilib beraman. Loy xish to'lishsammi bo'ladi. Boshqa ish bo'lsin mayli dedim taqozolik bilan. U mening bu ishga haqiqatan ehtiyojli ekanligimni sezdi bo'lg'ay. Undaq bo'lsa xish to'shib baq. Qani, qanday qilasan? Ko'rib baqayli dedi. Dümmamdagi xish to'shiydigan saymonga xishni to'ldirib berib, agir-bugir palampaydan yuqoriga chiqib bo'lguncha beshim qayib, yuragim döpüldab so'qib ketdi. Bir necha yo'l to'shamayla putlarim titrab müdürüşke başlaydı. Biroq men to'xtab qolmadim. Bek bo'lolmaganda turgan joyimda birer to'raki eslib, birpas turib olib, yana ilgirlaverdim. Birer ish chiqib qolarmikin deb, pastda mangli qarab turadigan heliqi Hanzo ishbeshi bara-bara ko'ngil tindirib, menga oz-so'da e'tibor qiladigan, ba'zida men bilan paroqlashadigan bo'lib qoldi. Tunji qatim u menga kulimsirab turib, "Hey, men sen qarasam, sen zade qurilishda ishlaydiganlarga o'xshamaysan. Meningcha sen cho'qim Urumchi taraflardan kelgan-ku deyman" dedi. Men tagtigimdan mush yerlik, sen nemish qilmoqda deysan desam, u bundaq desam sen qo'rqma. Meningmi bir navri akam Urumchida cho'ng bir idarada ishlaydi. Yo'qolan bir ish bilan xizmatdan haydilab, hozir mush yerda yezda ishlayotdi. U ko'zoynak taqaydi. Ko'zoynagidan ayrilsa bir qadam mang'amaydi. Shunga qurilishda ishlashga jur'at qila olmaydi. Harvoy aydashnimi bilmaydi. Men sen qarab, ashu akamni aslab qoldim. Lekin sen uning qaraganda yurakli ekansan. Men sen qoyil bo'ldim dedi. Yana bir qatimda u mendan, sen cho'qim shoir yoki yozuvchi bo'lishing mumkin. Men sizlarning bir cho'ng shoiringlarni taniyman. Eti nimide elqi degan turganda men shoirim emas, yozuvchim emas. Faqat bir jurnalning oddiy bir muharriri edim. Lekin sening u kunlarni esimga olg'izishingni xohlamayman. Men hozirgi kunimdan intayin rozi. Ilgari ishxonadan chiqmay, ishlagan chog'larda salomatligim yaxshi emas edi. Hozir uruq bo'lganim bilan nayt sog'lomman. Uning ustiga sendek yaxshi boshliqim tursa, dedim. U mening bu gaplarimdan xushal bo'lib, o'zining ancha-muncha o'qigan, qadr bo'lgan odamligini, ma'lum odamlarning suiqasdi bilan tuvanga tushirilganligini, lekin hozirgi kunning ilgarigidan natijasi yaxshiligini aytdi. Oxirida men seni tushunaman, senmi meni tushunasan. Biz o'zaro yordamlashib o'taylik. Qachonki biror ishga ehtiyojing tushganda meni izlasang, men cho'qim sana yordam qilaman dedi. Uning so'zlaridan ro'yim ko'tarilib qoldi. Biroq uzoq o'tmay qish keldi. Qurilish to'xtab qolganlikdan ish o'rnidan ayrilishga majbur bo'ldim. Tonish bilishlarning maslahati bilan kalla palchoq pishiradigan ishga kirishib qoldim. Bu avarchiligi to'la bo'lgan bilan kirimi yomon emas ish ekan. Men kalla pazlik qilib yurib, o'zim bilan tang demadlik yana bir birodar bilan tanishib qoldim. Ikkimiz qushxonada yoki atigan oqshimi bozorda uchrashib qoldik. Yurish-turish, gap so'zlarga qarasam, u odatdagi tijoratchilarga o'xshamaydi. Odatda o'ngib ketgan yoqliq baxtliq chopon, arabiycha quloqchi kiyib yursa-mu, ko'ni kiyimlar uning qamlashgan taq turqini to'sib qololmaydi. Aksicha bu kiyimlarmi uningga yarashib turadi. Yana kelib u gap so'zda adab qoidalik muloyim edi. Ikkimiz tezli chiqishib ketdik. Bu jarayonda men uningmi menga o'xshash beshiga kun kelgan bir baxtsiz ekanligini, yurtiga jon boqolmay xotin bolalarini elib mushi yerda turib qolganlikdan
qolganligidan xabardor bo'ldim. Bu birodar shahar ichida atrofdagi yezlarda ko'mir, konda o'ziga o'xshash yaqin yurtlardan kelib tirikchilik qilayotgan bir muncha kishini taniydi ekan. Har birining asli qandoq odamligi, qanday xizmatlarda bo'lganligi, kimlarning avlodi ekanligicha nihoyat pishiq biladi ekan. Bir kuni u menga Janubiy Shinjongdan kelgan nihoyat alohida bir o'qituvchi ayolning ishlarini, uning o'zi yolg'iz ishlab pul tepib cho'churdek 3 bolasini bekayotganligini, u ayol bilan ko'chat yetishtirish punktida birga ishlaganligini so'zlab berdi. Bu gapni anglab ko'nglim bir ishni tuyg'andek bo'lib, darhol u o'qituvchi ayolning ismi nima ekan deb so'radim. Ismi Hadiya, egiz bo'y, oqseriq ayol, nihoyat kamsiz, beshni ko'tarmay ishlashni biladi deb javob berdi birodarim. Gerçi uning tasvirlab bergan men biladigan Hadiyaga tamoman o'xshab ketmasimi, men uni hozir ishlayotgan doktorxonaga izlab bordim. Ambulatoriya zaliga kirib, uni kimdan surishtirsam bo'larkan deb atrofga qarab o'ltirsa, xalat kiyib, maska taqib olgan mendan uruq bir ayol zalni tasi kuchab surkilib turdi. Bir yerlari to'nishda qiladi. Qarab qoldim. Uning bo'y turqi, ish harakatlaridan o'qiyotgan chaqlarimizdagi ishchan, o'g'il bo'ldek qabul Hadiyaning sinfning taxtini surtayotgan chaqlari ko'z oldimga keldi. Ammo ko'z oldimdagi bu ayol bakli uruq, harqin ko'rinadi. Ikki tayin bo'lib tursam, ayol ruslanib darisning oldiga keldi. Pul surtkichni tamga yo'lab qo'yib, og'izdagi maskani ilib Daris ayniga qarab, oldiga tushib qolgan bir tutam chechini yoqligining ostiga qistirib, maskani taqab, yana yerga egishdi. U Hadiya edi. Necha qitim Hadiya deb tavlamoqchi bo'lsam-mu, uning sulg'un chiroyi xiyolimdagi Hadiyaga xos bo'lmagan taq-turqi ko'nglimni parakanda qilib qo'ygan edi. U hech nimani sezmay, zalni surtib oldimga keldi. Bekor turganlar ner ketishdi. Yenimdagi birsi putini sal ko'tarib, uni qulaylik yaratib berdi. Menla o'ldiraverdim. Uning xafa bo'lib, beshini ko'tarishini kutdim. O'ylaganimdek, u g'azab bilan olib beshini ko'tardi. Menga bir pas qarab turib ketib, "Ho'y, siz Osim-ku?" dedi. Ikkimiz o'rindiqda o'ltirib, ahvollashdik. U beshiga kelgan kunlarni, hozir bolalari bilan mush yerda turayotganligini qisqacha so'zlab berdi. Ichim og'rib, ichinib tursammi, "Sen qaldischimu Hadiya? Bu kunlarmi o'tib ketdi? Mas'ul yetkilib kelib olsa, yukun yengillab qoladi. Shaharda ham viloyat ishlayotgan, qo'lidan ancha-muncha ish keladigan saboqdoshlarni izlab, vaqtingmi ya?" dedi. Izladim. Hammasi, "Voy, uvol bo'pti, sizga yordam qilayli" deyishdi. Deyishgini og'zida qoldi. Bizdaklardan hamma odam qochadi ekan. Ularmi o'zlarining bexatarligini o'ylaydi ekan. Bak yelinib, ko'ziga kirib olishga g'ururim yo'l qo'ymadi. Sana yalvurg'icha kuchim yalvuray deb chidab ishlab o'tyapman, dedi. Ikkimiz nada qandoq ish borligi, qaysi ishning kirimi qandoqligi to'g'risidagi gaplarni qilishib, yana birdam o'ltirgandan keyin xo'shlashdik. Keyin uni ayolimga tanishtirib qo'ydim. Biz bir mazgil berish kelish qilib, o'zaro yordamlashib o'tdik. Keyingi vaqtlarda karakashlik bilan bo'lib ketdim. Ayolim pat-pat Hadiya bilan ko'rishganligining gapini qilib qo'yapti. Uning gapidan ularning salomat turayotganligini anglab turardim. Arada bir mazgil ularning xabarini ololmadim. Bir kuni ayolim, "Hadiya odamning xizmati hal bo'libdi. Rasmiyatlarni yutkash uchun janubga ilgari o'zi ishlagan yeriga ketibdi", dedi. Buni anglab bakmi xursand bo'ldim va ishlarning o'ngishli bo'lishini tiladim. Bu bir necha yilda ayolim yana keyin-keyindan 2 qiz tug'di. Bizmi 6 jonliq cho'ng oila bo'lib qolgan edik. Bu jarayonda men taqdirning menga mushundoq esl bir ayolni uchrashtirganligidan har vaqt minnatdor bo'lib yurdim. Atrofimda ayolidan qoqshaydigan, ayollarni yomon ko'radigan erlar xeyli bor. Ammo men o'ylab qarasam, hayotimda uchratgan ayollarning hammasi degidek bir-biridan yaxshi, halol ayollar ekan. Men opamning vujudidan onaning qandoq bo'lganligini ko'rgan. Adlarim asosan opamga o'xshaydi.
Мен ulardan erishgan yaxshilik, mehr muhabbat haddi hisobsiz. Jiyan singlim Ayturg'anmi dal shundoq fidokor. Birovga yordam qilishdan xo'shallik topadigan ayol. Hozir uning 4 bolasi bor. Samirib, to'lgan, oyog'i o'xshab qolgan bu ayol hali ham yosh vaqtlardagi fidokorligini, oq ko'ngilligini yo'qotgani yo'q. Meni eng xotirjam qiladigan uning erining o'ziga o'xshash sadoqatman ham oq ko'ngil ekanligidir. Hayotimning bir manzillarida men Aminani uchratdim. Uni hayotimdagi eng qizg'in muhabbatim bilan so'ydim. Garchi taqdir bizga qo'shilishni nisb qilmagan bo'lsa-mu, uningga bo'lgan mahliyolik va seg'inish qalbimning cho'nqir yerida hali ham mavjud. Men uni yo'qotib etishni xohlamayman. Aşık pak muhabbetimni qilcha g'arazsiz holda go'zal bir aslim sifatida u olamga elib ketishni o'ylayman. Aminadek yaxshi qiz har qanday yigitning suyishiga arziydi. U nadil bo'lsin, cho'qim vaqtini topadi. Omad va baxt mendan yuz o'rgan kunlarda men nur a'loni uchratdim. Uni yana bir xil tuyg'u va minnatdorlik bilan yaxshi ko'rdim. Uni amrimga elib 4 farzandga ota bo'ldim. Ta bugungacha uningdan kichikkina bo'lsa-mu ranjigan, ko'nglim chigilgan ishni aslayolmayman. Men uning ishdan yugurib kelib, bolalarni quchog'iga elishi, tamoq etishi, kechalab kir yuyib, uy tozalab, uylarni chinavay farqirib betishlari, saharda yana chala uyquli holda o'rnidan turib, bolalarga tamoq etib berib, o'zi bir tishlab nonni yutmay yugurib ishga menishlari. Hammalar odamga, bolalarga, menga, urug' tuqqan qo'shni qulimlarga, oftobdek kulib beqishlarga cho'nqur muhabbat va qanoat tuyg'usi ichida nazar solatdim. Va mushu kunlarimga ko'z tegmasin ilohim deb tilaydim. 1972 yil yozda qurilishda ishlayotdim. Meni bir qeyri odam izlab keldi. Meni sal nerg'i boshlab borgandan keyin nahayat sirliq alpozda opamning xabarini anglashni xohlaydigan, xohlamaydiganligimni so'radi. Xohlamaydigan ishmi bo'lamdi? As yodimiz opamda tursa, ketgandan buyon bir iliq hidi ya xabari yo'q. Yo'llar itik bo'lg'ach, bizmi xat avatishdan amalsiz. Siz opamning xabarini qanday bildingiz? deb yondirib so'radim. Bu boyning bir o'g'li ashu yoqda Beshakdagi xalqaro savdoga munosabatlik bir o'rin ishlaydi ekan. Yaqinda maxfiy holda Bejingga u yerdan Urumchiga kelibdi. Beshkentda o'ltiraqlashib qolgan cho'ng odam ular bilan qo'shni ekan. U kishi cho'ng odamning topilishi orqali opam bilan ko'rishib, opamdan bizga ikkala xat, kichik bir xalta olg'ash kelibdi. Opamning oldirab, o'diqib yozganligi chiqib turgan xatda o'g'lim Asimjon, qizlarim, qarindoshlarim va boshqa tuqqan hammanglar tinch omon turyotamsizlar. Bizmi yaxshi turdik? Omon bo'lsak ko'risharmiz. Allohga omonat deyilibdi. Opamning tunish burchikisidan opamning qo'li tekkan narsalarni ko'rib, yuragim qalbidan chiqib ketgudek silib, qo'llarim titrab ketdi. Ishdoshlarimning birisidan qalam so'rab, shu yerda so'ng o'ltiribla tamaki qipining ish tarafiga "Opa, tuqqanlar hammanglarni seg'inib salom. Biz tinch omon turdik. Men hozir 2 bolaliq bo'ldim. Biz hammamiz sizlarni seg'indik. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Opa, salomatligingni ko'p asra." O'g'lim Asimdan deb yezib, ha deb to'rt atrofga qarab, qo'rqib turgan boyga tutqizib va "Tag'a, sizga va o'g'lingizga ko'p rahmat. O'g'lingiz opamga mening qurilishda ishlayotganligimni demisin. Faqat hadlarimningmi, meningmi hammasining uy o'choqliq, bolaliq bo'lib ketganligimizni, salomat turayotganligimizni deb qo'ysin" dedim. Buvay ma'qul degunicha ittik ketib qoldi. Kechda uyga qaytib borgandan keyin xaltini ochdim. Ichida bir kulrang, katakchi ko'nglik, birer kilocha shokolad bor ekan. Bolalarimga shokolad ilashtirib berib etdim. "Buni Zuhra buvi cho'ng opanglar sizlarga avatibdi" dedim. Ko'nglik menga qo'yib qo'yganda keldi.
Nurala buni ko'rib, "Ya Allah, bu ko'nglik sizga ajab yarashdi. Men shundoq dal keldi. Men olsam bunchalik muvofiqni ololmasdim. Bola deganni yanna opsi eng obdan biladi ekan-jumu?" deb hayronligini bildirdi. Men bu ko'nglikni to'p-to'g'ri 20 yil kiydim. Nurala 3-chi bolamizga qo'rsoq ko'targanda kasalchan bo'lib qolganlikdan kasallik dam ilishga chiqib G'o'ljaga qaytib keldi. Ammo 3 bola bilan qandoq mutam ololsin. Shuning bilan uningga qarashadigan ayoldan birini topmay bo'lmadi. Ayolni topdik, endi bu oilani qamtash, pulni ko'proq tepish uchun bir mazgil kondan ko'mir to'shidim. Yana ba'zi qo'shimcha ishlarni qildim. Ko'mir to'sh chapaliq edi. Har kuni yarim kechada issiq yotgandan ko'zimni yirtib ichib qo'yib, qo'pib, ko'mirlikka chiqib, o'chratda turatdim. Nöötüm kelganda ko'mirni harvaga besib, bismillah deb shahar tarafga qarab yo'l olatdim. Quloqchamning ikki qulog'ini chang chigib, juvomni har qancha qimdab o'ltirsam, paxtliq ishtinim bilan oyog'im har qancha qalin bo'lsin, tog' tarafdan turgan sovuq shamolda hech narsaga dalda bo'lolmaydi. Kiyimlarim xuddi dog'dagni bizlab, muzlab, badanimga ching yepishib, texim to'ndirayotgandek bilinib, tishlarim to'xtamay kasildaydi. "Ey ya, mushu ishniza, pulni demasa odam qiladigan ish emas jumu" deb o'ylab, beshimdan tez o'tib ketayotgan yuk mashinalarga havaslanib qarab qo'yatdim. Juvu kiygan sho'purlar issiq kabinetkada o'ldirib shaharga birdamla boradi. Ko'mirni ehtiyojli yerga haydab olib, issiq uyda ko'mir egalarining tushirilishini kutib o'ltiradi. Biroq bu yo'lda mashinalardan harvalar ko'p. Ularni haydab ketayotgan harvikashlarmi mendan battar jafokashlar. Osmonning sharqi oqirib yer yuziga suz yo'ruq tushishi bilan yiroqdagi tog'lar, edirliqlar o'ltirishib ketgandek ko'rinadigan yolg'iz yerim uylar, mahallalar, dugdib turgan dal-daraxtlar ko'rinishga boshlaydi. Yiroq bir yerdan itning qavg'an ovozi anglandi. Janglab turgan sovuq havoda bu ovozmi to'nglab qolgandek qisqa qattiq anglandi. Naqsh aytaman deb og'zingni ochsang, ichingga bir muncha sovuq havo kirib oladi. Faqat tumshqongni juvonning yoqsiga tiqib, o'z o'rningda isinib o'tirmoqdan boshqa amal yo'q. Bir kuni tong saharda men tumshqimni juvonning yoqsiga tiqib olib, yana qancha qitim mangsam, cho'ng o'g'limga issiqroq oyoq, Nuralaga dora bultur olmoqchi bo'lib, ololmagan yangi mashina ololmaydiganligimni hisoblab o'tirardim. Ilgari odamning qo'li qisqa bo'lg'achqa, g'amining muncha ko'p bo'ladiganligini o'ylab boqmagan ekanman. Kichik vaqtlarimizda opamning qanday qilib bir uyni cho'rgiltib, hammamizni sog'-salomat qadar qo'shqanligimni boshqa turib boqmagan ekanman deb ich-ichimni xursanddim. Ko'mirni xaridorning ko'mirxonasiga tushirib berib, kun qayrilganda harvini haydab uyga qaytdim. Qo'rsqim ichib, uchaylarim tortishib ketgan edi. Uyda men faqat o'ylab boqmagan, bugun yo'lda ketib etibla emas, buningdan burun muzoli xayolimga keltirmagan bir odam, Fazil aka o'ltirdi. "Voy, kep qopsiz" deb qizg'in ko'rishdim. "Qaraganda bu taraflarga biror xizmat chiqib qolgan o'xshamamdi?" deb tuzi so'rdi. "Boshqa xizmatlarmi bor? Sizning ishingizmi bor? Biroqla hal qilib ketay deb keldim. Bu qitim men bilan Urumchiga ketasiz" dedi. "Voy, qandoqlarcha amdi?" deb hayronlikda so'rdim. Bak ortiq o'ylab, hayajonlanib ketmadim. Shuncha yig'inlarda qo'g'lini partiyadan chiqarilib, texi amdili bu ishlarga kunib, qo'lim oz to'lib pul ko'rayotganda, menda nima o'y bo'lmoqchi edi? "Ukam, sizmi bilasiz, jurnalimiz to'xtab ketgili 4-5 yil bo'lib qolgan. Yaqindan buyon jurnalni asli keltirdi ekan degan gap so'zlar bo'lib, yuqoridan rasmiy yo'l yo'riqmi tushdi. Ishtat, xarajat
boshqa ishlar mahal bo'ldi. Oldi bilan bir sinoq son chiqaramiz. Uningdan keyin ishlar iziga tushib ketadi. Yuqoridan ishlatadigan odamlarning tizimligini tuzishni buyurganda men oldi bilan sizni yozdim. Siz yosh, iqtidorli xodim. Tarixingizda murakkab ishlarmi yo'q? Bu qanday gap bo'ldi endi? Men degan partiyadan, xizmatdan qo'g'langan odam tursam, Fazl aka ovozni pasaytib, siz bilmaysiz, yaqindan buyon o'tgan yillarda bak ig'ir chora ko'rilib ketgan delovlar tuziltilyapti. Hali ko'p odamning ishlari hal bo'ldi. Rostini aytganda, sizmi shu qadardagi odam? Mana bu idoraning xizmatingizni, partiyaligingizni, nomingizni asli keltirganligi to'g'risidagi hujjatdi. Nima deyishni bilmay ayolimga qaradim. Ayolim og'zini ichib o'ltirib qolgan edi. Ayolingiz bilan bolalaringizdan ham qilmang. Ularmi siz bilan birga ketadi. Agar hozircha biyap bo'lsa, siz avval berib tursangiz, bolalaringiz atiyazda havo sal ilg'anda barsimi bo'ladi. Yana bir gap, nohaq jazolangan yillarda tutib qolgan maoshingiz to'liqlab berildi. Shunda qilib men avval berib sinoq sonni chiqarishga qatnashadigan 2 oydan keyin kelib oilamni ko'chirib oboradigan bo'ldim. Atigan mendahi eshak harvisi bilan ko'mir to'shib yuratdim. Mana kechga qolmay boshqa bir odamga aylandim. Uningga yig'laymi yo kulaymi? Ichimda xushalliqmi, yig'imi tangli qaynab turadi. Og'zimni ochsam kulki bilan yig'ining tangli etilib chiqishidan qo'rqatdim. Bir pas sukutdan keyin bo'limdagi boshqalarni so'radim. Ularning bir nechtasi menga o'xshash yurtida amgak qilib yetibdi. Ba'zilari turmadi ekan. Yana ba'zilari 7-may kadrlar maktabida chiniqib yetibdi. Xudo xolisa bir kunlarda ularning ishlari o'ngishilib qolar desam, Fazl aka uni bir nima demak tas. Ularning ahvoli sizninkiga o'xshamaydi. Ularning masalalari bek murakkab dedi. Men turmushning tuvan qatlamida oddiy odamlar orasida yashagan bu 4 yilda hayotdagi o'zgarishlarning hech kimning ra'yiga boqmaydiganligini, shundoq bir vaqtlar kelsa, hech kim o'ylamagan yoki mumkin bo'lmaydi deb qaralgan ishlarning bir pasda vujudga chiqadiganligini, xorning mangu xor, azizning mangu aziz bo'lib o'tmaydiganligini bilib olgan edim. Fazl aka qo'nib qolib deb shuncha tutqunimizga qaramay, valiy mahkamaning yendiki mehmon kutishga bilet elib qo'ygan edim. Ahad kelarman deb chiqib ketdi. Er-xotin ikkimiz yolg'iz qolgan edik. Mening 4 yillik maoshimning qancha bo'lganligini sinab baqsaq, xeyli pul bo'lib qoldi ekan. U yillarda birer 2000 yuan pul bor odamlar xeyli boy hisoblanadi. Bizmi shunchalik pul ko'rdi ekanmiz deb qo'shib bo'lishib ketdi. Ayolim, umrimda 1000 yuan pul tutib baqmabdiman. 1000 yuan degan xeyli ig'irdi ha degan edi. Men uning qo'labla ko'tarolmasangiz eshak harvisiga bosamdi dedim. Ikkimiz shunday gaplar bilan haligacha qo'shib paranglashib o'ltirdik. Bolalar allaqachon uyquga ketishgan edi. O'zlarining atrofida ko'z yumib ochqucha orliqda yuz bergan bu o'zgarishni bilmaydi. Bilsimi tushunishga qodir emas edi. Qanday bo'lishdan qat'iy nazar to'silib qolgan yo'llar echilib, ko'z oldimizda umidlik bir manzara namoyon bo'lib o'tadi. Hech bo'lmaganda bolalarimiz yaxshiroq o'rganish sharoitiga ega bo'la oladi. 17-bob 4 yillik malikarlik turmushdan keyin tahrir bilimining ishigiga qayta qaram bosqinimda eshikning udulida ilgargi takla yosh bosh ko'tarmay ishlab o'tirgan o'roq oq yuzlik Mannab aka menga bu yerga tunji qidim kelgan vaqtimni asıltib, ko'nglimda iliq tuyg'ularni uyg'otdi.
o'xshamaydigan yeri o'choqda ishxonada u yolg'iz edi. Bu qitim uning yendagi o'rinda bir-biriga udul o'ldirgan 30 necha yoshlardagi ikki odam bilan yon tarafda o'ldirgan ikki yosh yigitni bo'limga yangi kelganlar bo'lsa kerak deb faraz qildim. Uduldagi ishxonada ilgirki maqol ko'chiruvchi ayol bilan cho'ng yoshliq notanish bir odam maqol silishtiryotdi. Men cho'ng ishxonaga qaytib chiqib, ixtiyorsiz sal neriga ilgari Mashhad apandi bilan Burkut apandi o'ldirgan yerlarga qaradim. Ular tahrir bo'limining so'lati jini edi. Tahrir bo'limiga kelganlar ular bilan ko'rishib olgandan faxrlanishadi. Ularning so'zlarini anglab olgandan xushal bo'lishadi. Bu yerda hech ish bo'lmasa-mu, ular bilan birdan paranglashib o'tirilish uchun keldiganlarmi ko'p edi. Mashhad apandi xushbeyil, yumshoq so'zlik odam bo'lgani bilan Burkut apandi ularga qapoq yechib ketmaydi. Aksicha tarang-turung gaplari bilan ularning yig'rini ichibmi qo'yadi. Ammo ular yana uningga amroq edi. U o'zini hali shoir hisoblaydigan yeshi bir yerga borgan odamlar kim? Hayya, palonchika, sen bu she'r yozaman deb u yerlarda putlashib yuramsan. Uningdan atgan ishingni ichib, singan neningni yeb, aram xudo yozsangchi, deydi. Ba'zi avtorlar elib kelgan she'rlarni ularning oldida so'kib, masxara qilib, bir tiyin olg'us qilib o'tadi. Qiziq yeri, bu odamlar uningdan ranjimay, uning og'ziga qarab kulib o'ldirishadi. Har qaysi viloyatdan kelganlar Burkut apandining o'z asari haqida aytganlarini latifa qilib so'zlashib yurishadi. Albatta o'zlarining yuz obro'yini saqlash uchun ancha-muncha o'zgartirish kirgizmaymi qolmaydi. Burkut apandi bilan Mashhad apandilar ana shunday odamlar edi. Ular bugun dehqonchilik maydonida amgak bilan o'zlarini o'zgartirib atadi. Tunji son jurnalni muvaffaqiyatli chiqardi. Partiyani, doini, sotsializm, kommunizmni madhiylaydigan, kapitalizm, Jahongir, shujumchilarni, sinfiy dushmanlarni so'kadigan she'r, nasr, hikoyalar bir qalbdan chiqqandek, bir-biridan farqlanib ketmaydi. Doim madhiya she'rlarini yozadigan bir necha damliq shoirning she'rlaridan boshqalari ishchi, dehqon, askarlarning edi. Biz mundaq she'rlarni a'tvorlab qayta yezib bergandek tahrirlaydik. Ismining yeniga ko'rinarli qilib ishchi, dehqon, jangchi deb izohat ilib qo'yatdik. Bu sotsialistik elda amgakchi xalq xo'jayin ekanligining, ularning saposi yuqori ekanligining isboti edi. Oliy maktabda yiziqchilik darsi o'tadigan ustozlarimiz Alisher Navoiy, Yayrun, Pushkinlar haqida to'xtalib, shoirlik nihoyat oz sondagi kishilarga nisb bo'ladigan bir xil to'g'ma talant deyishadi. Bizning sotsialistik elda bunday to'g'ma talantlar nima degan ko'p. Sinoqson hal bilak chiqarilgandan keyin tahrir bo'limimizga yana u yer bu yerdan bir necha odam yo'tkilib keldi. Ko'p qismimiz bir-birimizga yangi yo'chi ekanligimizdanmi hamma odam bir-biridan ehtiyot qilib, nimadandir xuduqlanib turishgandek bilinadi. Ba'zilari ishxonada qilayotgan ishlari xuddi o'zlari bilan munosabatsizlik, ko'ngilsiz, haramxush bir holat ishlaydi. Hech kim yenidagi hamrohiga o'ldirib gap qilmaydi. Faqat yig'ini ichilgan chog'larda hammasi bas-basda fikr qatnashtirib, qiliplashib qolgan siyosiy iboralarni qat'iy himoya qilamiz, qat'iy qarshi turamiz, partiya markaziy komitetiga yaqindan agishimiz degandek so'zlarni takrorlashadi. Yig'indan tarqablar yana og'izlarini ching yumib, jimg'ur odamlarga aylanadi. Kunda ishxonada qilishadigan gapimiz 3-4 jumladan oshmaydi. Demokratiya yo'lidagi do'konda shakar setibdi, lekin bir odamga 300 gramdan ortiq bermaydi ekan. Do'nko'rikdagi magazinda chiparqut polishopka setyapti. Nayt yarishimliq ekan, lekin ücret pek uzun ekan. Düycho'lyang deydigan raq chiqibdi. Uning ko'nglikini dazmollash ketmaydi ekan.
Yumaqmı asan ekan? Mushundaq uchurlar ancha-muncha inkas qo'zg'andan boshqa qoldi gaplar hech qo'lashmaydi. Ba'zi ichim siqilib kimlargadir chaqchaq qilib qo'yatdim. Ammo hali qamlashtirgan chaqchaqlarim hech qanday aks ta'sir qo'zg'ay olmaydi. Hatto ba'zir chaqchaqni o'ziga elib o'rib qoladi. Zerikib o'tirib ilgirgi vaqtlarni, ishxonda bo'lib turadigan cho'nqur ma'nik chaqchaqlarni, huzur baxsh suhbatlarni, mashalla badanining asar ishlab etib, ahvol mana shunda demakchidek ma'nlik boshlang'ichlarini bir kun apandining yana bir ulug' asar deb kinoya qilishlarini ko'z oldimga keltirib ixtiyorsiz kulimsiraydim. Ular va ularga o'xshash odamlarning vujudida bir jalbkorlik bor edi. Ular mashina odamlardek so'zlamaydi. Ular o'zgimichilikni, madaniy savosini har qachon ifodalab turadi. Ular bilan paranglashish, birga ishlash hayotimdagi tepilg'usiz bir fursat edi. Ba'zi ularni izlab berib, ko'rishib, mundashib kelishni orzu qilardim. Ammo orzularim orzu petishi qoladi. Uyga berib, bolalarimni ko'rishim bilanla butkul jahonni unutib qolardim. Ashu ummoqlarim, otaliq mehriga, arkiltishimlarimga, hikoya so'zlab berishimga shu qadar tashna edi. Bir-biridan qizg'inib, quchoqlarimga chiqib oladi. Yenimda yetishni talashadi. Men faqat ashu atiganlik, kashlik qisqa vaqtlarda nihoyatda tez o'tib ketadigan yakshanbalarda ular bilan ko'proq birga bo'la oldim. To'y to'kun, nazar chiroq, o'ldirish, yig'ilishlarni vaqt talab qiladi. Erkishga bo'lganligim uchun mundaq yerlarga ko'proq borardim. Nur-ala bolalarni uyini tashlab hech nega bora olmaydi. Bu jihatda uning fidokorligiga hech narsa teng kelmaydi. Bo'lib uning yakshanba kunlari tasavvur qilg'usiz oldirashlik ichida o'tadi. U chaqlarda biz ruscha fasondagi bir yerim egizlik taqtayliq kun uyda o'tirardik. U tang sardan tortib uylarni tang to'ris derizlardan tortib surtib, pakislab, taqtayni yuyib parqirtib o'tadi. Bolalarni bir-biridan dasqichlab yuyindirib, kiyimlarini yangishlaydi. Arqadan tamoqqa qo'pib, bolalarning tamog'ini berib, uxultib o'tgandan keyin kir yuyishga tushadi. U chaqlarda kir alg'u nemish qilsin. Uyimizda hatto avraz yo'limi yo'q edi. Chilak yundilarni olib chiqib sirt to'kishga to'g'ri keladi. Men uyda bo'lsamla uning yo'g'an chilaklarni ko'tarishiga yo'l qo'ymay, o'zim ko'tarishib to'kib berardim. Ba'zida chidamay, mushundoq jon tikib ishlab og'irib qolsangiz qandoq qilamiz? Bolalar qandoq qiladi? Ish degan tugamaydi. Hamma ishni bir kunda tugataman demang. Kirni bola baqirgan ayolga yug'izing desam, meni shundoq qilg'usi yo'q demsiz. Lekin ular kir yuyman deb kashkicha o'ltirib olib bolalarni osh qo'ydi. Shuni javob tarsammi, o'zim qilib o'tay deyman. Uning ustiga qiladigan ishlarimni kechalab bo'lsinmi qilib tugatib olsam, at xuddi boshqa birsi qilib bergandek xush bo'lib ketaman deydi. Men uning va bolalarimning oldida hamon bir xil xijolatchilik tuyg'usidan qutula olmaydim. Ba'zi yakshanba kunlari uni ishdan qutilish uchun bolalarni elib bog'chalarni aylanib kelaylik deb turib olardim. Ammo sirtqa chiqqandan keyin bolalarga buni elib berishga to'g'ri keladi. Ikkimizning chog'liq maoshimiz doim sirtlarga chiqib pul ishlashga yetmaydi. Ta'limga Nur-ala qanoatchan ayol edi. Zibu-zinnat kiyim-kechaklarga ancha o'zini urib ketmaydi. Tarqan jabolardan vaysab bosh og'irtganlardanmi emas edi. U o'pkasi qo'yishga usta edi. Kavmantisi, kudut ugrisi, ko'k chuchurisi deganday tomoqlarni o'xshitib etadi. Shu sababdanmikin bolalarim tomoq qilmaydi. Ular bir-biridan sog'lom, aqlli cho'ng bo'lib o'tadi. Men shu davrlardagi jurnalchilikning
tadbirlik bir ayolning bariga shukr qilib quyuq suyuqni rang turlarini tanishib tamoq boshqurishiga o'xshab ketadiganligini his qilardim. Kishilar haqiqiy badiiy adabiyotga muhtoj edi. Biroq ziyoda qattiq siyosiy o'lcham tufayli bu talabga yetkilib bo'lmaganlikdan janr turini ko'paytirish yoki asarlardagi turmush burqini kuchaytirishga tirishadi. Ancha-muncha chinliqi bo'lgan turmushga yaqin asardan birini tahrirlab, boshqalarga uning siyosiy, ijtimoiy ahamiyatini kucha tashviq qilib jurnalga chiqara olsam, shahar olgandek xo'shal bo'lib ketardim. Ba'zi boshqalarmi o'zicha kang qo'rsaqlashib, ba'di tusi xala qo'yib, muhabbat aks ettirilgan asarlarga yo'l qo'yib o'tadi. Mundaq asardan birarisi chiqsa, darhol jamiyatda g'ulg'ula bo'lib, jurnalning shu soni chap-chap bo'lib ketadi. İşimizin ruhlanıp, endi rahavriz ishlaydigan bo'ldik deb tursak, burjuaziyacha erkinlashtirish, shamolni to'sish haqida hujjatlar tushirilib, haftalik, oylab siyosiy o'rganishga band qilinadi. Bizdek burjuacha erkinlashtirish ideyasi ig'irroqlar bir mazgil uchuqib ketadi. Kunlar o'tib, yana bir kunlar kelganda havo sal illib, to'nglar erishga boshlagandek illiq bir shamol yuzlarni yalpib o'tgandek bo'ladi. Ishlatilmay saqlab kelgan asarlarimizni yana bir-birlab chiqarishga boshlaydi. U vaqtlarda televizor yo'q edi. 10 yillab cheklanib kelgan muhabbat, turmush temasi kishilarni bakmajalab qiladi. Shu chog'larda qo'yilgan Romaniya kinolaridan muhabbat ko'rinishlari tomoshabinlarning bir xil tashnoligini texim yuqori ballik ko'tarib o'tgan edi. Kishilar ashu kinolarning musiqalarini davlatimiz ishlangan Mustaqi kelgan mehmon filmining muhabbat kuylangan naqsini hangshib yurishadi. Qasiyatlar bir-biriga talab qo'yganda muhabbat hikoyalaridagi ta'sirli jumlalar va muhabbat xatlarini o'rnak qilishadi. Mushundan qaraganda bu dunyoda nima cheklansa, odamlarning shuningga shaydo bo'lishi bir qonuniyat bo'lsa kerak. Qandaqlı bo'lmasin 1970-yillar oxirlashgacha qattiq siyosiy besim bilinar bilinmas ojizlashga boshlagan edi. Bu xuddi fevralda binolarning lapmisiga qator eslab turgan cho'k muzlarning erib, chik-chik tomchi bo'lib eqishga boshlaganiga o'xshash bir ish edi. Lekin Urumchining qishi texib uzoq edi. 18-bob 1979-yilning yoz oylarida eshik tarafga qaratib qo'yilgan ustulimda xiyol surib o'tirardim. Eshik oldidan egiz bo'y, oq siyriq bir ayol o'tib ketdi. Uni nada ko'rgan bo'lg'uydim, ajab tanishli bir sig'u deb xiyol qilib tursam, orqasidan bo'y siri tizilgan 5 bola qatorlashib o'tdi. Bolalarning hammasi siyriq edi. Bo'libmi cho'ngi o'zgilan yo'g'on bosh, qisqa yastilgan siyriq sochlari, kirpikning tikkinidek tik turgan o'g'il bola menga kimdir birini eslatdi. Xiyolim oxiriga chiqmay turib, bolalarning keyindan bir odam o'tdi. Qarmoqqa jafokash dehqonga o'xshaydi. Ammo u menga shunchalik tunish edi. Men bilan necha oy yotoqdash bo'lgan, menda unutilg'isiz ta'sirlarni qoldirgan bu odamni men qandoq unutib ketay? U oilasi bilan Janubiy Shinjongdagi chat bir joyga dehqon bo'lg'ili ketgan. Shuningdan keyin uni hech kim ko'rib boqmagan. Faqat u vaqtda ancha-muncha mish-mish gaplarni anglagan. Mana endi 16 yildan keyin u yana qaytib keldi. Xotin bolalarni elib kelgan qaraganda butunlay qaytib kelgan o'xshamamdi. Ishxonaliklarga g'ulamakka qaytib keldi desam, hammasi uning bilan ko'rishmoqchi bo'lib koridorga chiqishdi. G'ulamaklarning neriqi boshdagi boshqalarning ishxonasiga kirib ketganini ko'rib ko'pchilik uni buni deb munoyisaga tushib ketishdi. Qaraganda boshliqlar chaqirtgan o'xshaydi, jumo. G'ulamakdan qaytib keladigan vaqtim bo'lgan. Bek uzoq ishlab ketdi bechoralar. Qaranglar, turqmi dehqonga o'xshab qopti. Anglasa
Başqa o'rinlardami 50-60 yillarda xizmatdan haydalgan, tuvanga tushirilgan odamlar masalasi hal qilinib, qaytib ketdi deydi-ku. Boshliq ishxonasining eshigi ochildi. Yana burunqi tartibda oldi bilan egiz bo'yliq Zulfiyada. Uning bo'y siri tizilgan bolalari eng oxirida G'olammakka chiqib keldi. Bizning ishxonaning oldiga kelganda bu sap bir pas buzildi. Salomlashishdan keyin Zulfiyada ko'pchilikning savollariga javob qaytarib, G'olammakning masalasi hal bo'lganligini, bu xabarni anglabla hech nimaga qaramay qaytib kelganligini aytib, tortgan jafolarini biror qur aslab ko'z yeshimi qildi. G'olammakka bo'lsa, ilgirgidek bir xil qiyofat turadi. Uning ortiqcha xush bo'lganligi yoki hasarlanayotganligini belgilab bo'lmaydi. Faqat ayoli so'zlayotganda uning chiroyida qiyinchilikdek bir ifoda paydo bo'ldi. Oradan bir mazgil o'tib, yaqin yo'riqlardan bir nechimiz yig'ilib, G'olammakni kutib olgan so'rindimi, u ortiqcha hayajonlanib ketmadi. Xuddi boshqa birisining gapini qilayotgandek bir ohangda: "Men u yerda 5 xil unsurlarning qatorida ishladim. Eng og'ir emgaklarni qildim. O'tungizmi baxtim, ashalarga bordim. Lekin ishlaganga odam o'lmaydi ekan. Bizning dehqonlarimiz yil bo'yi shundoq ishlaydi ekan emasmi? Ashu og'ir emgaklar meni qalaymagan o'ylardan, sarang bo'lib qilishdan saqlab qoldi. Balki mening u yerda bir mazgil yashag'inim to'g'ri bo'lgandi" degan edi. Uning bir ko'zi boshqacha edi. Chanog'iga bir parcha muz patirib qo'yilgandek harakatsiz, yashanqirab ko'rinadi. Yana bir ko'zi kul ostidagi cho'g'dek vil-vil chaqnaydi. U ko'z haqida hech narsa demadi. Bizmi so'ramadik. Ammo madaniyat zo'r inqilobida isyonkorlar uning ko'zini naqqa qilib qo'yganligini hammamiz anglagan edik. Ba'zilar qattiq tayoq zarbasidan shundoq bo'libdi desa, yana ba'zilar ko'zga zaharlik dori qo'yayotganmish deyishadi. Shu kuni G'olammaklar qaytib kelganda tushib, biz ishdan tushib idora qo'rg'osiga chiqsak, bir to'p daraxtning tubiga yuk taqlar, yashik tag'arlar do'linibdi. Yuk taqlarning yanida G'olammakning cho'ng o'g'li beshini sangiltib o'ltirdi. Biz uningdan ota-onasi va ini-singillarining sirtqa tamoq yegili chiqib ketganligini bildik. Ular tushdan keyinmi qo'rg'oda o'ltirib saqlashdi. Ammo 3 tuntit kelib qolganligi uchun idora taraf ularga darhol uy tepib berolmadimi yoki G'olammakka qanday muomala qilishni bilmay, yuqorining yo'l yo'riqlarini saqlab qolishdimi? Har holda ular bilan birarsini kar bo'lmadi. Biz ularga bo'linib, tonish bilishlarning uyida 1-2 kun turib turishni tavsiya qildim. G'olammakka ön chiqmay, yolg'iz ko'zini kishilardan elib qochdi. Zulfiyada darhol eg'iz echib: "Biz hech nega bormaymiz. Mush qo'roda yotimiz. Shuncha jafoni tortgan odam qo'roda yetishdan qo'rqatdiqmi?" dedi. Shu kuni kechda uyimda zoti orom topolmadim. Hela o'ltiraman, hela qo'paman. Ichim titildab, qo'lim hech ishga bormaydi. Ko'z oldimdan yurish-turish, chiroyiga yiroq yurtlarning mushaqqatli turmushi va bo'ron chapqulari singib ketgan bir oila kishilarining bir tub daraxt ostida xiyol surib o'ltirgan qiyofati. Bo'lib bolalarning ko'zlaridagi yeshiga mos bo'lmagan mung, vahima va umid ichimni siqdi. Oxiri o'rnimdan turib ketdim. A'lanur bilan birlikda berib, ularni uyga boshlab akelmoqchi bo'ldim. Barsak ular qo'roda o'rin ko'rplarni silib yetishga tamshilibdi. G'olammakka bo'lsa bir chetga to'xtib qo'yilgan rassinga chaqli qarvining ustiga o'rin raslab beribdi. Hammasi shundoq ruhliq, xo'shal. G'olammakka bilan ayoli taklifimga yana bir qatim rahmat aytdi. G'olammakka ikkimiz daraxt ostida tomoq chekishgach bir bas paranglashib o'tirishdik. U menga o'zi ishlagan yerlar to'g'risida qisqacha parang qilib berdi. U men to'la uchratgan odamlarga o'xshash o'zi yashagan shu yerlar va u yerdagi odamlardan zorlanmadi. Aksicha bir xil
aql parasat, o'zgacha nazar doira va yumoristik tuyg'u bilan yaxshi odamlarga va ashu yurtlarga bo'lgan tortishishi yoki minnatdorligini ifodaladi. Ular bilan qo'shilishayotgan chig'imizda G'ulom aka nimadandir o'ylagandek bir pas turib qilib, yuk taqlarning orasidan bir bo'g'chini tortib chiqardi. Uni menga tutqizib, buningga ba'zi materiallarim, kitoblarim bor. Biror ishonchlik makonga erishguncha sizninkida turib tursin, dedi. Yo'lda ketib o'tib, havoning tutilayotganligini ko'rib, yomg'ir yig'ib qolarmi deb ansirgan edim. Ammo yomg'ir yog'madi. Ular qo'rg'uda 2 kun turdi. 3-kuni tushdan keyin ishga kelsak, qo'rg'uda ular ko'rinmadi. Darvozabondan boshqalarning qandaqdir bir amallar bilan ularga 2 egizlik uy hal qilib berganligini angladim. Biror oydan keyin G'ulom aka omitini elib ketgili keldi. Men uni tamoqqa tutib qoldim. İkimiz kichik shiraning 2 tarafida o'tirib paranglashdik. O bo'g'uchini ichib, ichidan bog'lam qog'ozlarni oldi. Men ularni uning ashu yerlarda yozgan asarlari bo'lsa kerak deb o'yladim. Ammo bular asar emas. Uning 17 yildan buyon yozgan tekshirish nomlari ekan. Bu tekshirish nomlarining ba'zilari boshlang'ich maktab bolalari ishlatadigan topshiriq daftarning varqiga, do'konlarda sotiladigan siziqchilari zich nemis qog'ozlarga yozilgan bo'lsa, ba'zilari o'xshash cho'nliqda kesib tuplangan choy yoki supun puruqi kelib turadigan qilin sarg'ush qog'ozlarga, chaqmoq qand o'rgan qog'ozlarga, hatto kesib takshilangan tamaki qipining oq tarafiga yozilgan edi. Bu qog'ozlarga yozilgan ijir-mijir xatlardan G'ulom akaning bularga naqadar ko'p vaqt va zehn sarf qilganligini ko'rib olmoq tas emas edi. Shularning o'rniga roman yozgan bo'lsangiz, 4-5 roman gap yo'q bitib qolar ekan, desam, G'ulom aka bir pas jim bo'lib qoldi. Keyin gapni bir tilda yo'tkab, bir unsurning tekshirish yezishiga nihoyat usta bo'lib ketganligi, doim so'zlaydigan qiyinlashgan gaplarni, jinoyatlarni, to'g'ri qilganliklarini va va'dalarini qobiylashtirish, tizib bir nihoyat uzun she'rga aylantirib o'qib yurganligi. Aktivlar bilan ba'zi boshliqlar uni odamlarni kuldirib, diqqatni burmoqchi bo'ldi, proletariat diktatoriyasini masxara qildi deb turmaga solib o'tmoqchi bo'lganda, bir Xansu Shuji uning tekshirishnomasini tarjima qildirib, anglagandan keyin kulib ketib, bo'ldi. Solashdan hojati yo'q. Bu bir talant egisi ekan. Undan foydalanishga bo'ladi ekan, deganlikdan uning qutulib qolganligini nihoyat qiziqarli qilib so'zlab berdi. Alanur ikimiz bu tekshirishnomaning ba'zi misralarini esimizda tutib, hali kunlargacha kulishib yurdik. G'ulom aka shu chaqda menga o'zi yillardan buyon e'tiborlab saqlab kelgan qozoq yozuvchisi Muxtar Avzorning Oyoq Abay yo'li nomli romanni yodgor qildi. Ko'p o'qilganlikdan bo'lsa kerak, kitobning muqovasi ezilib, ba'zi batlari cho'lib ketgan ekan. U bu romanni bak yaxshi ko'rdi ekan. G'ulom aka ilgirgidekla xayol surib jimjit yuradi. Kishilar uningdan yanla cho'ng umidlarni kutadi. Uning ilgirgidek yurakka tegadigan asarlarning yozishini umid qiladi. Ammo u yozmadi. Keyin islohot, ichib etish siyosatlari yo'lga qo'yilib, siyosiy talablar xeli bo'shagan chog'lardami u bir necha aslamadan boshqa narsa yozmadi. Ashu qisqagina bir necha aslama uning o'y fikr, badiiy iste'dod jihatda yana zamonning oldingi qatorida turganligidan derak berib turadi. Ammo u bolalarga xos ta'jjub, o'ychanlik, go'ida yumor, go'ida mung to'kilib turadigan yolg'iz ko'zini cho'ng ichib jimjit yuradi. Balkim u huquq kuch oldida adabiyot deganning naqadar arzimas narsa ekanligini his qilib umidsizlangandi. Yoki uzoqqa so'zilgan ziyoda ig'ir amgak, g'ayri insoniy muomala tufayli barliq xomxiyol,
tasavvur va ilhomlaridan ayrilib, cho'ng bo'lib atgan farzandlari va tirikchilik g'amidan boshqani o'ylash imkoniyati yo'q odatdagi bir odamga aylanib qolgandi. Lekin shunisi haqiqatki xalq uni unutib qolmadi. U ushtumtut o'lib ketgandan keyin uni millat adabiyotning oldingi qatoridagi vakillaridan biri deb azizlab keldi. Balkim mangu shundoq bo'lar. G'ulom akaning o'limidan keyingi ashu qayg'uli kunlarda men uning yodgori bo'lgan Abay yo'li romanini izlab topdim. Men uning bad va qurlaridan G'ulom akaning ko'z nuri, hissiyoti va ruhini ushirdim. Qaladigandek xiyoliy bir tuyg'u ilkida uni varaqlaganimda cho'lib ketgan batlar orasidan bir necha varaq qog'oz uchib tushdi. Uningdagi emir-jimir xatlar dal G'ulom akaning xatlari edi. Uningdagi bosh oxir yo'q mazmunlarga qaraganda bu bir kundalik xotiraning u yer bu yerdan tushib qolgan batlarda qiladi. Bu batlar qandaqdir oldirashliq yoki ehtiyotsizlik tufayli Abay yo'lining orsiga kirib qolgan edi. Men ustaq chirig'ini yaqin akilib qiziqish ham tashnoliq bilan G'ulom akaning kun xotirlarini o'qishga kirishdim. Zag'ir bilan Umach amdi ularning doimliq tamoqi bo'lib qolgan edi. Uni yemasa osh qoladi. Zulfiya dastlabki kunlarda qochadagi Umachga qarab o'ltirib yig'laydi. Endi oldirab ichadigan bo'ldi. Bolalar texmi oson ko'nib ketdi. Ular cho'ng bo'lib atdi. Umach bilan Zag'irni talishib ketadi. Bu holatdan ba'zi ko'nglim buzilsa, ba'zi xotirjam bo'lib qolaman. Rostini aytganda, dastlabki vaqtlarda men ularning bu tomoqlarga ko'nalmay og'rib qolishidan ansiragan. Meni mamnun qiladigani uyimiz ichkari tashqari bo'lib, ikki egizlik. Atrofimizda 8-10 jon bir eg'iz uyda yashaydiganlar muborak oz emas. Oblikin Axun ismli egiz bo'y, oqsiyriq odamning 7 bolasi bor. Bir egizlik uyda batmaganlikdan cho'ngroq bolalarni ota-onalarining uyiga olib ketgan ekan. Anlasam, u 3 viloyat inqilobida Shihu urushlariga qatnashgan ekan. Ba'zi uning bilan paranglashib boqqim keladi. Ammo uning mendan o'zini qochirib yurganini ko'rib, o'zimga hay berman. İkimiz yüz uçuruşup kalgan çağlardılar. Beşimizni bilinmez lыңıştıp salamlaşımız. Onunğa qaraganda neri qıcatda o'ltiradigan köp balaliq xansu hoşnam ma köp yaqinchilik qiladi. Uning kichik 3 burchak putliq ayoli Zulfiyaga ko'ktatlarni to'g'rab, arg'amchiga yeyib quritishni o'rgatdi. Ilgari Zulfiya uningdan lati oyoqning chamini serishni o'rganib oldim deb qo'shiq bo'lib beradi. Bolalarga lati oyoq tikib berib boqdi. Ammo bolalarning biror oyga qolmay yertib ko'rib, qimmat bo'lsa-mu, yana o'zimizning teri oyoqlarimizga yetmaydi ekan deb chamiz serishdan voz kechdi. Ammo u yerning do'konlaridan bolalarning xurum batinkallarini setib olmoq bektas. Amalsızlıqdan baldırım rezinka ayaqlarını paytımı yögep kiyip yürüdü. 15 gündün beri Tahun ismlik bala unsur bilen aşarda işlevatımız. Hava şunçilik soğuk. Kursak mı içipde durdu. Soğukka, açlıkka çıdap soğuk kuruluşu da işlevatkan qım adam arası da özünü xuddi o't hasta ersimez. İşençsiz sezsin. Her günü degidek bir kimler qattiq qizib og'rib qoladi. Kecha yo'tilib uxlayolmaydiganlarmi bor. Bir ikki odamni o'lib qopdi degan gaplar bo'lib turadi. Ammo to'liq odamlarning qizg'inligi va jasorati nihoyat ustun. Bugun amgak orliqidagi dam elishda Tahunga issiq uyimni shunchalik sevganligimni aytsam, u
Тәләйлік ikkenlar. Әнім болса, bu yerda qaytqanda kiradigan issiq uylari, yo'llarga qarab o'tiradigan xotin balları бар ekan, dedi. Sizning uyingiz, xotin ballarınız bordu, desam, Xudoyim meni hech nimadan aytmabdi ekan, deb jim bo'lib qoldi. Keyin boshqalardan anglashimcha, asli amtahun bilimlik dadil yosh kadr bo'lg'ashqa nihoyat advorlanib ishiltilgan ekan. Chiroyli ayolimi bor ekan. Bir qitim u ma'lum bir atrofdagi ozuqliq ochliqi tugab ketgan dehqonlarning nihoyat og'ir kuniga qolganligini, atrof kadrlarining ularga qarzga ochliq berishga unmaganligini ko'rib, atrof kadrlarga atrof ambirimizda ochliq turib, nemishqa dehqonlarga bermaysizlar? U odamlar boy vaqasidek ochliqdan o'lib ketsa maylimi? degan. To'tni inoqlash harakatida u bitni ig'vo tarqitib, quduroq qo'lliq qildi deb tortib chiqarilibdi. Kadrlikdan, partiyadan qoldirilib, amgak qilishga tushirib etilibdi. Xotinimi uningdan ayrilib ketibdi. U hozir qirib qolgan yozg'uz onasining emas, o'zining holidan xabar ololmaydigan holga tushib qolibdi. Men bu gaplarni olgandan keyin amtahunning nima uchun qaytlab mendan "Efendim, siz çoğun yerden kelle, sizledimi şunu so'rab baqay. Bu dunyoda nemishqa rost gap aqmaydi" deb so'rg'inning tegiga yetdim. Amtahunni qurolli xalq askarlari o'tirg'ich elib chiqdi. Maydon ishxonasidagi bir kadr uning jinoyatlarini o'tirg'a qo'ydi va ko'pchilik sinfiy dushmanlarning suiqasdidan hushyor bo'lishga chaqirdi. Orqadan ba'zi dehqonlarmi bugungi baxtli kunlarni madhiyalab, uning yaqindan bu yangi aksiyatchi gap so'zlarini bash qildi. Xalq askarlari uni bir necha qitim miltiqining paytiki bilan urdi. Agar xalq askarlari to'sib turmagan bo'lsa, dehqonlarmi uni urib bir yerga apargan bo'ladi. Men oqshimi uzoqcha amtahunni o'ylab yotdim. Yoshli bola ekan. Qolisida to'xtamay har xil savol paydo bo'lib turdi ekan. Atrofidagi ishlarni qalda ishiltib o'ylanib baqar ekan. O'ylaganlarni yushirib yurmaydi ekan. Bugungi yig'inda ba'zi odamlar o'zini toza ko'rsatib oldi. Aktivlarga bir nima deyish hojatsiz. Ammo u dehqonlarchi. Dehqonlarning uning shuncha uyishli qilishi, uni xatarli odam deb qarashi hayron qolarli ish. Ular qiyin kunlarda turganda, jimi kadrlar beshini ichiga tiqib olganda, faqat u dehqonlar ochliqdan o'lib ketsa maylimi deyalgan. Yig'in oxirida qochqisi borlar hammamiz o'tirg'a tortib chiqarib qo'yildik. Biz har haftada yoki 10 kunda bir qitim atroflarda ko'rash, tanqid qilinardik. Har qaysi atrofdagilar boshqalardan oshirib etish uchun har qitimda yangicha kurash qilish usullarini o'ylab chiqib topadi. Bir qitim isyonchilar bizni o'tirg'a qator tizib qo'yib, beshimizdagi qog'oz qalpoqlarni maslimizning xarakteriga asosan sirlab chiqmoqchi bo'lishdi. Mening qalpoqim oqsirlandi. Astahunning kulrang, Obrikamxon Ahunning Hanzu qo'shnimizning qora, yana ba'zilarning siriq sirlandi. Sir qog'ozda to'xtamay yuz ko'zimiz, bo'yinlarimizga, kiyimlarimizga oqatdi. Uni qo'limiz bilan surtgan siri chiroyimiz oldi bo'lmoq bo'lib ketadi. Kurash qilayotganlar bo'lsa, bizga qarab qaqoqlab kulishyapti. Shu chaqda o'ng ko'zimga sir kirib ketdi. Surtay desam, qo'llarim, chapalarim hamma yer sir. Bosh ustidagi qalpoqimdanmi to'xtamay eqib turdi. Chapanimning beshini qayrib ko'zimni aran surtaldim. Ammo ko'zim ichishib, og'rib, zodi chiday olmadim. Yig'indan keyin maydon doktorxonasidagilar ko'zimni yuyib, tozalab, dur temtib qo'ydi. Ammo atsi o'ng ko'zim qizarib ishib chiqdi. Shundaqdimi ishlab yurdim. Arada viloyatlik doktorxonaga bormoqchi bo'lgan edim. Ammo nima sababdandir ruxsat berishmadi. Meni viloyatlik doktorxonaga ko'ringudek fursatga erishganda doktorlar ko'zimdan umid yo'qligini aytdi.
Bundaq baxtsizlik uchrag'uvchi yolg'iz men emas. Albatta, Amtağun beshiga botmay turadigan qap-qara sochlaridan yana bir necha yildan anglash sezimidan ayrildi. Uning uchun hech kim ayblanmadi. Aksicha kishilar o'tgan shu voqeani eslaganda o'zini tutolmay qoladi. Shu vaqtdagi qiziqarli g'alati holatlarimizni do'rab kulisha do'nglab ketishadi. 1970-yili qishda Dopikay kurash qilish, tanqid qilish, ideya o'zgartish harakatini boshlandi. Maydon organidan kelgan qurolli xalq askarlari meni 7-otradga haydab olib, cho'ng bir zalga solib atdi. Ular o'g'inish kursiga qatnashadiganligimni aytgan. Ammo bu yerda o'g'inish kursi ochildiganda qilmaydi. Zalda mendan boshqa birla odam Amtağun bor edi. İkimizni 4-5 qurolli odam saqlaydi. So'zishimizga yo'l qo'yilmaydi. Mash qo'yilmagan sovuq zalda to'nlab qolmaslik uchun to'xtamay putimizni yerga uratdik. Yoki u yandan bu yonga yuguraydik. Zalda 4 kunni men bir jaboda o'tkazdik. 5-kuni kelganda atratdan 80 dak odam yig'ildi. Biz shu kundan tortib 2-yili 1-oygacha o'tin to'shish, eriq o'stan, zaylik chepish, cho'chik buya kolash, o'rma o'rishdek amgaklarga qatnashdik. Arada kurash yig'inlari echilib kurash qilindi. Ideya o'zgartishni o'yinga aylantirdim deb qo'limga ko'ysa silib qo'ygan, maslangni to'liq topshirmadim deb ketsi uxlatmagan, kunduzi dam oldirmagan, ba'zida tamoqni bermagan kunlarim o'tib ketdi. Men bu kunlarga bardoshlik berdim. Oxir o'g'inish tugab, Amtağun ikkimizni 9-otradga o'tkazdi. Bu otradagi 2 odam hashardan qochib kelgan ekan. O'rniga Amtağun ikkimiz belgilandik. Men uyda 3 kun turib, 4-kuni saharda Amtağun bilan uchrashib, ikkimiz birlikda Noyaga qarab yo'lga chiqdik. Noya bozorga berib, kechada yetib bordik. Pulimiz yotadigan yerimiz bo'lmaganlikdan mengib yurib tongni atqizdik. Saharda elib olgan nonlarimizni nashta qilib bo'lib yo'lda ketib olsa, bir tonish kishi uchrab qoldi. U traktorda hashar maydoniga material to'shiydi ekan. Uni ko'rib xo'shal bo'lib, uningdan traktorga chiqarib olishni o'tindik. Ammo u rad qildi. Chunki bizdek odamlarning mashina, traktor, aravalarda o'ldirish huquqimizmi yo'q ekan. Biz piyoda mengib kechda ish o'rniga yetib borganimizda kechikib qolganligimiz uchun kurash qilindi. Kishilar bizni vatan xoini, o'zgarmas joyil aksil inqilobchi, buzg'unchi deb haqoratlashdi. Ammo 3 kundan beri ko'zimizni yummaganligimiz, faqat bir nondan boshqa narsa yemaganligimizni anglaydigan odam nada? Atratdan chaqirtib, cho'shqa boqadiganligimizni uqtirdi. Yuqurning qarori ekan, Noya viloyatida cho'ng masjidlarning imom mazinlari, har qaysi yurtdagi atoqliq o'limalar, xalq ichidagi obro'li zotlarga bu alohida vazifa taqsim qilinibdi. Cho'shqa inqilobiy hayvon ekan. Uni boqmayman deb qarshilik qilishga, cho'shqalarni osh qo'yishga, urushga, yaxshi boqmay o'ldirib qo'yishga yoki yo'qitib qo'yishga qat'iy bo'lmaydi ekan. Shunday qilib, uyimning oldida bir cho'shqa qo'tinni paydo bo'ldi. Uningdagi 10 necha cho'shqani beqib, ovutib, yuqorga har yili o'lcham bo'yicha topshirgan bo'ldim. Bu cho'shqalar qo'yda yavash, qanoatchan kelmaydi ekan. Yuqordan berilgan maxsus ta'minotni bo'lsa-mu, uni to'ydirish oson emas ekan. Ularning to'xtamay xurtillash, chirqirashlari har qachon uyimga anglab turdi. Qo'tan shuncha mahkam etik bo'lsa-mu, ular bir amallar bilan qechib chiqib hamma yerda ig'inib yurishidi. Ularni izlab tutib kelishning o'zimi bir ish. Hammadan yomoni eshik ochib qolsalar, uyimizga kirib olib, qozon boshlarga chiqib oladi. Ma'lum vaqtning o'tishi bilan bizmi tajribali bo'lib qoldik.
hammasi shunchalik edi. Bu bir necha varaq xotirning bosh oxirichu. U biror asarning yoki kundalik xotirning parchasimi? Undaqda G'ulom aka surgun hayoti to'g'risida biror narsa qoldirmaganmidi? Uni faqat G'ulom akaning o'zi bilsa kerak. Yo'shirincha oldirab esilgan bu xatlarning oddiy jumla, ixcham bayonlaridan etib tugatkisiz ma'nolar, sirlar, dard-alamlar to'kilib turgandek, hammasi yig'ilib tog'dek so'rayib meni besib ketayotgandek, dim siqilib nafas ololmay qolgandek belinib ketayotdi. Bular faqat G'ulom akaning 17 yillik hayotining qisman parcha-purat ko'rinishlari ekanligida shak yo'q edi. Shuncha dardi bir odamning ichiga sig'dirib ketishi, undan chiqarmay ichida saqlab kelishi aqlga sig'maydi. Ammo uni hech kimga ting'ilim bo'lmaydi. Hech kimga. Balkim u bardoshlik bera olmasligidan qo'rqib, boshqalarning qo'liga tushib qolish xavfiga qaramay, mushu xotirlarni yezib, orqadan uni kuydirib o'tgan bo'lishi. Mushu usullar uni sarang bo'lib qolishdan yoki o'lib o'lishdan saqlab qolgan bo'lishi mumkin. Shu yillarda bunday fojialarni ko'p anlamadikmi? Men G'ulom akaning bu yozmalarini uning ayoliga, bolalarga topshirib bermoqchi bo'ldim. Ammo ular uning qanday bir xotirasining bor ekanligidan xabarsiz ekan, ham bor ekanligidanmi bilmaydi ekan. Ayoli uningdan qolgan arslarni birma-bir ratlab, e'tiborlab saqlab keldi. Ammo allaqanday kundalik xotirni ko'rmabdi. Uningda yaslanganlarning ba'zilari u biladigan ishlar ekan, ba'zilarini bo'lsa anglabmi baxmagan ekan. Shunday qilib, bu xotirlarni men yana Abay yo'lining ichiga silib qo'ydim. Kim biladi, bir kunlarda G'ulom aka haqida biror aslim yezib qolamdi mandaqi. G'ulom aka aqlinib uzoq o'tmay men oqlandim. Masalalarim uzil-kesil hal bo'ldi. Orqadan Mashal apandi turmadan ozod qilindi. Bir kun apandimi amga qilib, ideya o'zgartirayotgan dehqonchilik maydonidan qaytib keldi. Xalq qadrlaydigan bilimlik, fazilatli kishilarning oyat qolganlari yana yig'ildi. Chullarib qolgan ma'rifat beg'i bir mahal yana avatlashdi. Uyg'urlarning bu beg'i tarixda talay qitim gullab yashnagan. Qizil gullar o't yolqindek yamrab, bulbullar nafaslaridan qon to'kib sayrashgan. Palakning bir kunlarida bu gullar yana payxon bo'lib, bulbullarning beshi tanidan juda qilingan. Bog' bo'stonlikdan qağa, quzg'unlar o'rin olgan. Bu zaminda to'kilgan qonlardan yulg'unlar o'nib chiqqan. Zimindagi noli faryoddan to'g'riqlar qurib qaqshal bo'lib ketgan. Bu zaminning tog'lari, turmalari bilan to'lgan. Turmalardagi qabohatdan o'rtinib tog'lar taqirlashib ketgan. Har qatimki zo'r yong'indan keyin o't-cho'p, dal-daraxtlar qayta ko'klagandek, hayotni tavranmas qonuni bo'yicha davom qilavergan. Bog'i bo'stonlar asliga kelib, kak bulbullar sayrashga boshlagan. Bu yillardanmi shunday bo'ldi. Kishilar tasdi kelgan tinch, ozod kunlardan xursand bo'lishdi. Hissiyotchan shoirlar odat bo'yicha eng avval harakatga keldi. Ilgirgi kunlarni maqtab, oldin ketganlar endi basda islohotni, yangi davrni maqtashga tushdi. Bir chog'larda Deng Xiaopingni so'kib, bir tiyinga olg'usiz qilib atganlar endi uni ko'klarga uchirib maqtashga tushdi. Afsuski, Deng Xiaoping Uyg'urchani bilmaganlikdan ularning she'rini o'qiy olmaydi. Ikkinchi yili men Beijingdagi bir oliy maktabga 2 yillik nazariya o'rganishga avatildim. O'qishdan qaytib kelishim bilan jurnalning bosh muharrirligiga tayinlandim. Yillardan buyon bir armanim bor edi. U jurnalning biror sonini o'z orzuyimdagidek chiqarib beqish edi. Bu orzuyimga endi yetadigandek qilaman. Ammo ig'ir bir shart bilan, u bo'lsa javobgarlik, xalq oldidagi men ishongan
kishilar oldidagi texi muhimi o'z vijdonim oldidagi javobgarlik. Men izchil muomalaga uchrab kelgan haqiqiy badiiy adabiyotning himoyachisi bo'lishga, qog'oz tuyg'ulari orasidagi chaqnab turadigan guhurlarning birini zoyi qilmaslikqa tirishdim. Adabiyotning quruq, saxta iboralar orasidagi odamlar orasiga, turmush qo'yniga, chin hissiyot, chin muhabbatga qaytishni tashabbus qildim. Men oddiy bir muharrir, talay yilni ilojsizlik, buruqturumliq ichida o'tkazgan. Imkoniyat menga yuzlanganda men mas'uliyatimni ado qildim. Men nurg'un izil asarning mening qo'lim orqali yo'riqlikqa chiqqanligidan, talantli yozuvchilarga oz-to'la ilhom berilganligimdan faxrlanaman. Faqat mushunchiliklar. Men bu hayotimda adabiyot san'at sohasidagi nurg'un o'zgarishga guvoh bo'ldim. Nurg'un bebaho odam bilan tanishdim. Ularning agri-to'qay hayot o'zgarishlarini ko'rib turdim. Bu xil ko'rinishlar meni umr bo'yi ta'sirlantirib, o'ylantirib keldi. Men ko'rganlarning ba'zilari yaratquchi alohida yaratgan, sholliq natijalarni yarata oladigan odamlar edi. Ammo zamon ularni cheklab qo'ydi. Rahimsiz reallik ularni har qo'yga soldi. Ular parqarab ko'rinishlar va xiyoli ezgularning vasvasiga berilib ketdi. Palak o'ngga cho'rgilisa o'ngga, so'rg'ili cho'rgilisa so'lga beqib o'zini yo'qotib qo'ydi. Qalbidagi eng samimiy his tuyg'ularni yo'qotib qo'ydi. Ular hayotining oxirida zamon zolimlarning qo'lidagi hazlikashga o'ylanib qolganlarni his qilishdi. Ammo hamma ish bek kechikkan edi. Tarix chaqini keyinlik bo'rg'ili bo'lmaydi. Yana ba'zilari boshdan oxir qalbining samimiy tuyg'ulariga agashdi. Yoki bir mahal iziqishdan keyin o'zini topdi. Ularning hayot yo'li tuz bo'lmagan, ba'zida hatto nihoyatda fojialik bo'lgan bo'lsa-mu, ular ko'ngil orliq ichida o'z vijdonining himoyasida halol yashadi. Ular turmalarda xo'rliq ichida o'tgan kunlarini o'tkinchi hayotdagi bir sinov deb bildi. Ular asli qalam bilan bitmoqchi bo'lgan shodlik dastonlarini hayoti orqali yozdi. Bu dastonlar kishilarning qalbidan o'chmas bo'lib o'rin oldi. Ularning hayot yo'li keyingilar uchun qimmatli saboq ham o'rnak bo'lib qoldi. Qachonlardan tortib xiyolga cho'kib ketgandiman. Balki tushlik tomoqdan keyindu. Tar ko'chadagi oshxonadan langman yegan edim. Halimaning langmanlariga zot o'xshamaydi. G'ashlik ichida qaytib kirganla esimda. Halima ati qaytib keladi. U yurtga ketgan bir hafta ichida uning o'zim uchun naqadar muhimligini yana bir qatim his qildim. Uning tomoqlari burnimga purab, pas yiqimliq ovoz qulog'imga anglayotgandek bilinib ketdi. Bir-ikki qatim uning "Choy ichamsiz?" deb so'rag'ini anglagandek bo'lib, itdek beshimni ko'tardim. Oshxona, hujra, mehmonxonalardan uni istadim. Choyni o'zim damlab, ichib yana xiyolga ketdim. Halima kunlab xiyol surib o'tirishimga yo'l qo'ymaydi. Ikkimiz birga ko'cha aylanatdik. Naqsh musiqa anglaydi. To'ylarga boratdik. Bolalarım bo'libmi qizlarimmi meni har kuni yo'qlab turishdi. Oldirash kelib, "Qanday ahvolingda da?" deb so'rab, tomoqqa tutish qiladi. Tomoqni oldimga akilib berdi. Oldirash ishim bor edi. Qozonda tomoq eshib qoldi. Unutib qolma. Men mangay deb oldirab chiqib ketishdi. Men Halimaning rastlagan dasturxonlarini, damlagan choylarini, tomoq yegach o'ldirib qiladigan paranglarni seg'inaman. Eshib qolgan tomoqni qanday bir taraf qilishni bilmay beharat bo'laman. Men oshqan tomoqni isitib yeyishni yaxshi ko'rmayman. Halima bu mijozimni obdan biladi. U tomoqni ig'izda qolg'udak qilib asli etadi. Birdamda ishtahiy ochadigan so'q saylarni tayyorlaydi.
dasturxonning bir burchagidagi bir piyola qiytiq yoki xiyolimga kelmagan bir necha tal meva uzilmaydi. U haqiqatan kishini mahliya qiladigan, yashashni biladigan ayol. U mening nimaga ehtiyojli ekanligimni biladi. Afsuski, qizlarim uni yoqtirmaydi. Ular uning o'z opasining o'rnini shuncha oson egallab olishni xohlamasa kerak. Ammo aslim ichida yashag'ili bo'lmaydi. Tiriklay hayotini davomlashtirishi kerak. Hayot qoniyatlari ba'zi ana shunda rahimsiz. Qorong'ulik texim quyuqlashdi. Yomg'ir tomchilarining izi qolgan dariz aynikidan yiroq yaqindagi egiz binolarning, cho'ng ko'chadagi chiroqlarning rang-barang sho'lisi tushib turadi. Kechilik hayotning shovqin surallari qandoqdir yo'llar orqali qatma-qat qiyin tomlardan o'tib tomirlarimda eqib yurgandek bo'ladi, tuyuladi. Mehmonxonadagi tiklimiz soat surdi. Bo'g'iq ovozda 8 qitim dong urdi. Bu ovoz menga yuragi oshu soat mayatdagidek ketib ketgan oq chashliq, hissiyotsiz bir voy hayotimning o'tib ketgan daqiqalarini rahimsiz ovozda jakarlayotgandek, seni ogohlantirayotgandek bilindi. Ba'zi uningdan bezor bo'lib qolaman. Ammo bir qitim soat bir necha kungacha dong urmas bo'lib qolganda, go'yo hayot to'xtab qolgandek, buruqtirma bo'lib ketganligimni unutay olmayman. Shu chog'da men soatning orqa tarafidagi aynak yopqichini echib, giralishib ketgan tishliq chaqlar, vintlarning aylanishiga qarab vaqt, hayot, jamiyat, taqdir haqida ajoyib xiyollarni surib ketgan edim. Assalom, roman o'qishligini qiziqib anglayotgan qarindoshlarim. Bugungi roman o'qishligi mishada oxirlashdi. Davomga davomli diqqat bergaysizlar. Rahmat.